Janob beklar, taklif qilgan barcha jazolaringiz o'rinlidir. Biroq bu malikaga undan ham og'irroq jazo bermoq kerak. Bu malikaning gapiga qaraganda yetim esirlarga joni achir emish, ularning ko'z yoshlaridan zahar tayyorlagan emish. Biroq Ibrohim Lodiyevga osmuncha zulm o'tkazdimi? Osmuncha odamlarni yetim esir qildimi? Ibrohim Lodi bilan bo'lgan ichki urushlarda qancha odam halok bo'lgan? Janob Koroniy, bilsangiz kerak. Sog'im, menda hisobot bor. Sulton Ibrohim bilan bo'lgan ichki urushlarda bizdan 120 ming navkar halok bo'ldi. 3 yilda 120 ming. Ibrohim Lodi el ulusida 10 yildan ortiqroq taxtda o'tirgan. Hindistonda odam ko'p. 100 ming ichki urushlarda halok bo'lgan bo'lsa, yana 100 mingini pul yo'llagan. Bu xonim o'lgan askarlarga, yetim esirlarga jon qo'ydirsa, nechun 100 minglab odamlarning o'lishiga yo'l qo'ygan? Nechun o'g'lini nojo'ya qirg'inlardan qaytarmagan? Men faqat ona edim. Podshoh o'g'limga amr farmon bera olmas edim. Nojo'ya ichki qirg'inlarni to'xtatishga amr farmon bermoq uchun mana biz bel bog'ladik. Tangridan umidimiz borki, endi bu buyuk mamlakat yagona davlat atrofida jipslash usulidir. Biz hidni obod, qudratli qilmoq orzusidamiz. Bizda hamkor ruhab nafas, Hind beklari, fuzololari, hunarpeshlari ko'p. Bu malikaga eng oliy jazo shuki, mana biz tirikmiz. O'zi o'g'li qila olmagan buyuk ishlarni biz qilmoqdamiz. Hazratim lutf qildilar. Bu malika yetim esirlarga joy kuydirsa, abdukarimlik. Bu malikaning barcha mol dunyosini yetim esirlarga sadaqa qiling. O'zini jannat bo'yida bitta bu xayr qurdiring. Barcha xizmatkorlari o'sha yerda xizmat qilsin. Bosh ustiga. Sizga bu malikani taomili yetguncha tirik saqlash sizning vazifangizdir. Yo'q, o'ldiring meni! O'ldiring! O'ldiring meni, o'ldiring! Bu malika bizning taqvalarimizni ham ko'rsin. Yomonlikka yaxshilik qaytish mard kishining kishidir.